Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Pechkani boshlaymiz. Davomini orada chiqib qolgani uchun davom ettira olmadim. Qolgan taraflarni sparka qilib bo'lganman. Hozir mana shu chetini sparka qilishni yana boshlaymiz. Xo'p, kuzatib boringlar. Iltimos, like, podpisa bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'lyapti. Xudoga shukr, rahmat. Bir kishi davomini chiqaring degan ekan, o'sha odamga rahmat. Mana o'sha odamni yozgan biroz qolgan davomini ham oling degani uchun menga ancha motivatsiya bo'ldi. Mana xudo xolasa qolganini davom ettiramiz. Qani, hozir ozgina sparka qilish jarayonini ham ko'ramiz. Keyin to'xtatib qolganini davom ettiramiz. Do'stlar, bu shop mana bu elektrod chaqmoq degan elektrod, turlik, pachkasi 63 ming qancha ham. Eng arzon elektrod. Hozir bir urganda ishlay ko'chmaydi, chunki bu elektrod eng arzon elektrod, lekin bu Arsenal degan elektrod bor. Shu Arsenal degan elektroddan yaxshi tarabi pastroq tokda ham yaxshiroq kuysa bo'ladi bunda. Arsenalga baland tok kerak. Unda uyingizda toki past bo'lsa, unda kuyish qiyin, u yopishib qolaveradi. Bunda yaxshi, bu uncha yopishmaydi. Keyin arzon. Kuyishi bir xil baribir. Endi bitta qo'limda kamera bor edi, telefon bor edi, o'sha hisobiga ham sarona bo'ldi. Mana bilan mana shularni ham o'zim kuyganman, birov kuyib bergani yo'q. Buni ham bu uni kuyishni bilsangiz, bu zo'r. Tagi mana shunaqa chiqaveradi. Chiqaveradi. Mana buni polovtomatda kuydim. Uni gazi tugab qoldi. Uligisini gazi tugab qoldi.
Buni ham ko'rni ko'rdim. Bu svarkada, buni Polat vodda bo'lgan. Polat avtomatda bo'lgan. Polat avtomat. Bular ham Polat avtomatda bo'lgan. Bu elektrodda. Mana ham elektrodda, bu ham elektrodda. Bunisi endi qo'limda kamera bor edi. Bunisi qo'limda kamera borligiga sal bunga nisbatan boshqacharoq chiqdi. O'shanga svarka qilish qiyin narsa emas. Ertaga Xudo xolasa taka keladilar oldimga. O'zimizning yaqin tanishimiz. Rossiyadan kelishlarida svarka bilet olgan ekanlar. Endi uni svarka qilishda sal yo'lini ko'rsatib qo'ygan degandilar. Xudo xolasa agar ular rozi bo'lsalar, shu video qilib sizlarga ham ko'rsataman. Jonli aniqa bo'ladi. Muhit bo'ladi. Prosta o'zim professional odam shunchaki o'rgatsa, mana bunday qilasiz, bunday bo'ladi, bunday qilasiz, bunday bo'ladi desa, svarka qilishni yaxshi biladigan odam. Lekin svarkani yaxshi qilish bilmaydigan yo umuman svarka qilmagan odamga o'sha gaplar unchalik tushunarsiz bo'ladi, erishib yurishi mumkin. Ertaga aka rozi bo'lsa, Xudo xolasa agar kelsalar, men akadan ruxsat so'rayman, agar ha bo'pti desalar, shu video qilib, jonli qilib yana bir narsani aytishdan chiqibdi. Hozir mana buni svarka qilib bo'lgandan keyin suv bilan tekshiraman. O'tni yoqamiz. Kim rasxod qancha deb yozishibdi odamlar. Rasxod katta qancha deb yozibdi. Rasxodi xuddi shunaqa pechkam bor. Mana. Azbusturbax o'rnatib qo'yganman. Ana shu 80 hozir Danlimamet xonam 86 kvadratga 2 qop ko'mirda ba'zi yerda hokasi deydi, ba'zi yerda uni deydi. Endi bizda uni deydi. O'sha 2 qop unidan yeyapti. Xo'sh. 2 qop un rasxod qilyapti. Bir kaskan turgan yaxshi. Orqada quyonim to'sib 2 qop ko'mir yeyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin. Buni 1 qop ko'mir yeydi, yarim qop ko'mir yeydi, buncha yeydi deyish mumkin. Lekin u ko'mir yeyish ko'proq pechkaga bog'liq emas. Pechkaning vazifasi mana shu yerda mana shu o't mana yerdan tashlanadi. Mana shu yerda yongan o'tni issiqligini ushlab qolish, suvga o'tkazib berish. Bunda maksimal ushlab qolinadi. Buni pechkaning gradusini, suvning gradusini 60 ga qo'yib qo'ysangiz, maksimal chiqib ketadigan havo, issiq havo, mana yongan issiqlikni alangani issig'i maksimali agar 60 ga qo'yilsa 75 bo'lishi mumkin bu pechkada. Chunki mana ko'ryap turibsizlar, kitoblari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ta mana. 9 ta kitobi bor mana. Boshidagi ikkita kitobga ahamiyat beringlar. Bu kattaroq bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa 3,5-4 sm bo'lishi kerak. Chunki betdagi issiqlik bunga qattiq, eng issiq shunga uriladi, qattiq issiqlik shunga uriladi, eng qattig'i kuchlisi. O'shaning uchun toq degan ovoz chiqadi agar bular kichkina bo'lsa. Yasayib turganda, uyda yasayib turganda shunga ahamiyat beringlar. Bu tarafi hozir mana shu yerdan managacha 34 sm. Buni bundan mana bu boshdan bu boshigacha 24,5 sm kesganman listni. Ikki yoniga planka qo'yilgan mana to'siqchi qo'yilgan. Ikki yoniga planka, bu ham o'zi 5 listda, 7 likda, endi 4 lik 8 pashta 1 sm bo'lib qoladi ikkalasi. 4,5 da hisobiga qo'shilgan hisobiga bu 25,5 sm bo'lib qoladi hozir mana shu holatda. Buni kesganimda 26 sm kesganman. Agar plazmarez bo'lgan, plazmarez emas, menda plazmarez, agar u lazerli stanok bo'lsa yo ucha deydi, o'sha plazmarezni maxsus stanokka qilib qo'yiladi. O'sha stanok bo'lsa, u stanok 0 qilib kompyuterga kiritilgan bo'ladi, odamning qo'liga bog'liq bo'lmaydi. 0 qilib chiroyli qilib kesadi buni. Chiroyli qilib kesgani hisobiga mana bunaqa bo'lib masalan ichga solyap turganimda xalaqit bergan joyda mana qo'lni men kesganman buni kengaytirib. Mana aytdim, mana kengaytirib sal kengaytirib kesganman. Agar u apparat bo'lsa, buni lista gib bo'lsa, buni lista gibni ham shu apparatda bukilsa,
Bu pechkani men bir haftada yasaydigan pechkamni unda men 3 kunda yasayman, agar u apparatlar bo'lsa. Xudo xolasa, qani nasib qilsa listaga ipni qo'lda yasayman. Yasaganimda uni ham videolarini shu YouTube'ga, shu kanalga qo'yaman, obuna bo'linglar. O'sha sirlar hammasini o'zlaring, uni ham chizmalarni hammasini ko'rsatamiz. Uni ham o'zlaring yasashlaring mumkin. Bunaqasiga 34 sm aytib o'tdim. Bu yerdan mana boshidan u oxirigacha adashmasam 1.25. 1.25 o'txonasi. Mana shu joydan mana shu joygacha bo'ladi. Mana yerda mana turbalar bor mana. Bu turbalar, mana shu turbalar ham suv yuradi har bittasida. Bu kulxonaga mana shu yerga qo'yilganda mana orasi 35 sm. Mana shu yerda mana shu joydan mana shu joygacha 35 sm dan kattaroq. Endi men 35 deyapman. Kulxonasiga turba qo'yilgan, reshetka qo'yilmagan. O'sha kulxona ham ancha issiqlikni suvga o'tkazib beradi, ancha foydasi, effekti bor. Buni qilib bo'lgandan keyin ham og'zini bekitib, o'sha bekitish jarayonini ko'rsataman. Oddiy falga qog'oz bilan bekitiladi. Keyin suv quyib tekshiraman. Har bitta choklar ishonch hosil qilgandan keyin usti qavatini qo'yaman. Xo'p, bu tarafdan ko'rinishi mana buni. Mana bu yerga mana bu hozir 1 2 mana 1 2 3 4. Mana shu yerga umuman mana shu holatda mana shu elektrod qanday turgan bo'lsa shunday list qo'yiladi bitta. Katta shu fon qoplaydigan. O'shanda mana yerdan chiqqan alanga bu tomonga, mana bu tomondan o'tmaydi. Ko'p katerlarda e'tibor bersalaring, buni alanga chiqadi-da, bu tomonga yurishni o'rniga mana yerdan o'tib ketaveradi. Mana bu joydan o'tib ketaveradi. Joy bo'ladi-da, bu bo'shliq bo'ladi, 2 sm. O'shaning hisobiga ham effekt ancha yo'qoladi. O'shanga e'tibor beringlar. Mabodo kater sotib olsang, ichi qavatli ham bir qavat list bo'lsin. Ancha effekti oshadi. O'sha u oddiy ko'rinishi mumkin, lekin effektini ancha ko'paytirib beradi. Bu yerdan kirib alanga, orqasidan yana qayta chiqib keladi. Bu tarafga mana bu tarafga bunday yurib ketib qolmaydi, mana shu yerga bunday yurib ketib qolmaydi. Yana orqaga qaytadi. Ana shunaqa qilib, xuddi 11'dagi ilon o'yinga o'xshab, 11'dagi ilon o'yinga o'xshab, mana bu aylanib chiqib, mana yerdan chiqib ketadi. O'shani hisobiga yongan 500-600 ming gradus bo'lsa, o'sha nechidir gradus bo'lsa, mana shu yerda nechidir gradus bo'lsa, o'sha yerdagi alangani bu ushlab qoladi. O'shanga ahamiyat beringlar. Qanaqa kitob olsalaring, kitobli pechka olsalaring yo turbali pechka olsalaring ham buni nechtaligiga ahamiyat beringlar mana uni. 300 ming, 400 ming farq qilsa yo 500 ming yo 1 million farq qilsa ham kitobi ko'prog'ini olinglar. Endi bu 9 talik kitobni men to'g'risi ko'rmaganman o'zim. Lekin men uni nimaga 9 ta qildim? Yana ham issiqni yaxshiroq ushlab qolish uchun. Mo'risini 6 metr qilsangiz, mana shu mo'risi azbizdan qilib 6 metr qilinsa, endi azbizdan 6 metr qilish qiyin, temir turbani 125 lik temir turbani bunga mos qo'yiladi. Masofasi eng kamida 6 metr bo'lmasa yo 7 metr bo'lsa va o'sha turbani bunaqa stiglavata bor. Hozirda sotiladi. Bitta roloni 12,5 metrmi shunaqa chiqadi. 220 mingdan 250 minggacha bu. O'shani olib 3 qavat yo bu eng kamida 2 qavat qilib o'raladi haligi temir turba. Temir turba 2 qavat qilib yo 3 qavat qilib o'ralgandan keyin uni qo'ysangiz, temir turba ichidan suv oqmaydi. Ana edi. Uni nomi ham nima bir narsa edi, esimdan chiqib qoldi. Qisqasi tashqarida sovuq havo, nam sovuq havo bo'lgan, ichkarida issiq havo bo'lgan hisobiga suv paydo bo'ladi devorida, turbaning ichki devorida. U suv to'planib kechganishga oqib tushadi. Uni oldini olishning yo'li o'sha 2 qavat qilib stiklavata o'rash kerak. Shunaqa qilib o'rasalang, bunda tok bo'lmasa ham, ventilyator ishlamasa ham ko'mirni hogasi yonadi. Tok borlik paytida ventilyator zo'r yoqib beraveradi o'zi. Xudo xolasa shu meni tavsiyalarim hozircha shu. Kimda bitta svorka apparat, bitta bolgarka bo'lsa, svorka quyishni bilsa, bo'ldi. Mana shu pechkani bemalol yasasa bo'ladi. Har qanday odam bemalol yasasa bo'ladi. Chizmalari yana birovni bo'lsa ko'rsataman.
qog'ozda chizib, rasmga videoda ko'rsataman, kimga kerak bo'lsa skrinshot qilib olaveradi. Xo'p, mana bunga ahamiyat, agar kimgadir qiziq bo'lsa, bu ichidagi saldor. Bu polavtomatni ishlatayotib turganda mana bundan sachragan shlaklari polavtomatga uchiga yopishib qoladi. Bu saldorga bir marta botirib olsalaring, to mana shu cho'kdimdek svorka qilib bo'lganlaricha yopishmay turadi. Yana bittasi botirib olasizlar, keyin yana shunga ancha-anchaga yetadi bu. Yopishmaydi emas, yopishadi. Bir narsa mana atverka qo'yib olganman. Atverka bunday qilsalang qayta tushib ketib qoladi. O'zim kerak narsalarni terib olgandim hozir. Agar mabodo uyda ustaxona qilsalar, mana bunga o'xshagan ventilyator o'rnatinglar. Chunki bu yerdagi tutun tortib ketmasa, odam zaharlanadi. Hozircha xayr, xudo xolasa suv bilan tekshirib turganda ham bir video qilaman yana. Keyin ustini yopamiz. Qo'llab-quvvatlab kommentariyada yozinglar. O'sha pechkani seriyasini qolganini ham qo'ying degan odamga rahmat. Menga ancha qo'llab-quvvatladi. Xudo xolasa sizga o'xshagan odamlar uchun oxirigacha chiqaraman. Rahmat.